Ava. Unda oxirrakini aytish kerak. Oxirrakini ham kerak. Yo'q, bergi joylarning o'rtasida endi qirqi bor. Assalomu alaykum, Sezar Natujnoy patolog obunachilar. Aziz obunachilar, navbatdagi ishimiz Adakkayev 4-brigadga keldik. 4-brigadda mijozimiz Natujnoy patologlar zakaz qilib qo'ydi. Aziz obunachilar, video davomida realniy ish jarayonini qisqacha ko'rsatib beramiz. Keyin o'sha bitgan xonalarimizda video obzorini ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, baho berasizlar ishlangan ishlarimizga. İşleyen işimiz video sömkemiz yaxsa bir dana like bilan qo'llab o'tirasizlar aziz obunachilar. Video oxirlarida necha so'mdan natija patolog tortib berganimizni aytib o'tamiz aziz obunachilar. Bizada e'lon bor, Sezar firmasida ishlashamiz, ishlaymiz desangizlar aziz obunachilar, ish o'rinlari bor. Sababi Bo'stonda, Beruniyda 4 yilda ofis sexlarimiz bo'lgandan keyin ishchi kuch ko'proq kerak bo'lib turibdi. Данный moment aziz obunachilar, mobilograf kerak, dizayner kerak, keyin Natujnoy ustanovkasına o'g'il bolalar kerak. Natujnoy patolog tortish uchun. Agar ishni bilmasangiz, ishni o'rgatamiz, keyin ish bilan ta'minlaymiz. Ish obyomda bo'ladi aziz obunachilar. Batafsil ma'lumot olamiz desangiz, ekran pastida nomerlarni qoldiramiz. Qani, ketdik, videolarimizni boshlaymiz. Bu bilan topishga. Ishib ketman. Ne vermişsin bana? Salam yazdım. Xo'sh, obunachilarimiz, ko'rib turganingizdek, remont abo'y bitgan xona, xudo xolasa akkuratlik qilib natija patolog tortyapmiz. Hozir qisqacha ishimizni ko'rsatib beramiz, keyin o'sha bitganlarni, obzorlarni ko'rsatamiz. Malyarchik ustamizlar, klientimizga muammo orttirmagan holda hech yerni buzib tashlamaymiz. Video davomida ko'rasizlar aziz obunachilar. Xudo xolasa hozir ishimizni boshlab berdik. Bu yerda bir ikki xonamizni bitirib berdik. Buni ham obzorini ko'rsatib beramiz. Natujnoy patolog fotoboyli zakazlar bo'lsa, xabarlasharsa ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz aziz obunachilar. Mana videolarimizni boshlaymiz. Aziz obunachilar, klientimizni, mijozimizning ishini yorug' bilan topshirdik. Aziz obunachilar, video davomida ishlangan ishimizni hozir 3 xona natujnoy patolog tortib, 3 xonani video obzorini ko'rsatamiz. Aziz obunachilar, niyat qilgan obunachilarimiz bo'lsa, bir dana like bosib qo'yasizlar. O'pshi bo'lishi mumkin emas darajada chiroyli chiqdi. Natujnoy patolog ham, remont ham hammasi bir-biriga qo'shgan aziz obunachilar. Natujnoy patologga fotoboya zakaz olamiz. Ekranning pastida ofisning sexning nomerlarini qoldiramiz. Bemalol xabarlashaverasizlar. Ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz aziz obunachilar. Endi hammaga qiziq bo'lgan bahosini keladigan bo'lsak, aziz obunachilar, zakaz bo'yicha ishlab berdik. Birinchi sort materiallardan, Sezar materiallardan ishlab berdik aziz obunachilar. Kvadrat metri 95 ming so'mdan ishlab berdik. Fotopechat 3D natujnoy patolog bo'ldi aziz obunachilar. Dimoxodlarni ham qo'yib berdik. Pryamoy paxsadan paxsaga tortilgandan keyin dimoxod qo'yib berdik. Dimoxodlarimizni ham ko'rsatamiz. Dimoxodni qo'yishidan maqsad tengli patologni yo og'ach bo'lsa yo boshqa beton, siton patologlar bo'lsa, havo aylanib turish uchun kerak narsa bu. Endi esa
teyindeki ağaçlarını köne patologlarını çürütüp vermedi. Demek otimiz aziz obunachilar. Kvadrat metr 95 ming so'm içine materialı, kolaklısı, mexi, şurupi, hammasi shu pulning ichida bo'ladi. Aziz obunachilar, zakazlar bo'lsa, xabarlashaversa, ishonchli, sifatli, kelishgan holda ishlab beramiz. Aziz obunachilar, videomizni obzorini ko'ring, baho berasizlar ishimizga. İşimiz, video sömkemiz yaxshi, birdana like'lar bilan qo'llab-quvvatlab o'tirasizlar. Aziz obunachilar, ajratgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar. Keyingi videolarda görüşürüz.